Abrorbek qayerdasiz? Koreyada transport madaniyati bor. Videoni oxirigacha ko'ringlar, avtobusda tekin yurishni ham o'rgataman. Uni 50 deb tugaydi. Men ungacha sizlarga universitetda tadbir qilishda davom etaman. 우즈벡 사람이야. Wow. 다른 데서 Bu universitetda nimalar bor? Sizlar bilan chet ellik talabalar Sozon texnikada o'qish haqida bir so'rab ko'ramiz. Chunki uni ham o'zimiz Grand Plus firmasidan kelgan. Hammaga assalomu alaykum. Qisqasi bugun sizlar bilan Grand Plus firmasi orqali kelgan bolalar universitetlariga tur uyushtiramiz. Haqiqiy real universitetda o'qishlar qanaqa o'qiydi Koreyada, shu haqida sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilaman. Biz yolg'iz emasmiz. O'rtog'im bor. O'sha universitetda o'qiyotgan Grand Plus firmasidan Koreyaga kelgan. Hozir bugun uni o'qish kuni ekan. Gaplashdik. Uyimizdan ancha uzoq emas, yaqin joyda yashaydi. Chunki uni ham o'zimiz Grand Plus firmasidan kelgan. Yaqin joydan uy topib berganmiz unga. Hozir u bola bilan ko'rishgan holatda videoni davom ettirishga harakat qilamiz. Qani ketdik. Biz bu tarafga chiqamiz. O'qish Yangjuda joylashgani uchun birinchi o'rinda biz Sambonyokdan 7-liniyaga chiqamiz-da. Keyin bu yog'i Tobongsanyokgacha borib, Tobongsanyokdan keyin birinchi liniyaga chiqamiz va bu yerga yetib olamiz. Akalar shu bilan birgalikda Koreyada bitta narsa aytib ketishim kerak. Koreyada transport madaniyati bor. Bu degani bizda hozircha bu narsa endi rivojlanyapti, lekin Koreyada navbat, ya'ni transport yurish madaniyati bor. Qaray turgan bo'lsalaring, har bitta odam qatorda turibdi. Qancha kech kelsangiz ham orqaga qarab kelaverasiz, orqasidan turaverasiz. Birinchi kelganlar metroga chiqib, agar metro to'lib qoladigan bo'lsa, orqadagilar kutib turadi keyingi metro kelishini. Shunaqa narsalar bor akalar. Bularni hech kim bunaqa narsa qil deb majburlamaydi, lekin o'zlari yoshlikdan shu narsalarni o'rganib katta bo'lishganligiga shunaqa transport madaniyati Koreyada bor akalar. Eshitgan bo'lsalaring, Tobongsang, ya'ni Tobongsang ketadigan metro kelyapti deyapti. Hozir biz unga chiqamiz. Bitta bekat yurganimizdan keyin bola bilan ko'rishamiz o'rtog'im bilan. Keyin esa Sozon universiteti tarafga qarab ketamiz. Let's go, kuzatib borishlamoqchilar. Biz Junkoyga keldik. Hozir o'rtog'im bilan ko'rishgan holatda universitetga qarab ketamiz. Alo. Abrorbek qayerdasiz? Chiqishida? Siz qaysi tarafda turibsiz? Ketadigan tarafdami? O'qish tarafga? Tushdim, hozir tashqariga chiqib qo'yaman. Hozir bu bola shatta ekan, o'zi kutib turgan ekan, anchadan beri kutib qolibdi. Chunki kamerani tayyorlab, ko'chaga chiqquncha ozgina vaqt ketdi. Navbatda kutishyapti. Assalomu alaykum. Sog'lik yaxshimi? Darchaga bo'lyapsizmi? Nimaga kelsiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Qayerga boramiz endi? Bugun Sozon texnikaga boramiz o'qishga. Bu bola o'sha universitetda o'qiydi, Grand Plusdan kelgan o'qishga. Kelishganiga hali bir oy bo'lgani yo'q. Hozir bizga universitetlarini sayr qilishimizga yordam berishadi. Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Abror. Men 3-mart kuni kelganman Grand Plus orqali. Bugun o'qishga boramiz. Metro kelib, metroga chiqib olaylik. Abrorbek, nimaga u odamlar qolmayapti metroda? Biz hozir shahar joyidan chekkaroq joyga chiqib ketyapmiz. O'qishimiz tog'liroq joyda joylashgan. Shu sabab ko'p odam shahar ichida qolyapti. Qanaqa yetib boramiz siz universitetingizga? 7-liniyaga chiqib, 9ta bekatdan keyin 1-liniyaga Tobongsangdan Persatga qilamiz. Tobongsangga chiqib turib, Toshkentga tushib qolamiz. Undan keyin avtobusga ketamiz. Tobongsangga yetib keldik, hozir Persatga qilamiz. 1-liniyaga Persatga qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, avtobusda tekin yurishni ham o'rgatamiz. Akalar, ozgina oldin gapirgan narsa mana transport madaniyati akalar. Qisqasi hamma mana qarasangiz
chet ellikmi, koreyalikmi hammasi navbatda turibdi akalar mana. Sanoatga qo'shilib olamiz. Agar mana chiqadiganlar o'rtadan chiqib ketaveradi akalar. Navbatdagilar ikkita yo'nda shunaqa navbatda kutib turadi. Biz va nihoyat qaytamiz. Toshchonlar. So'zdan tayyor ko'ramiz. Toshchondan chiqqanlarimizdan keyin bu tomon yursanglar 91 So'jonga boradi avtobus. Bu tomonda So'jonning o'zida avtobus bor. Biz hozir shunga chiqamiz. Universitetda o'zini bepul avtobusi bo'ladi ekan. Hozir o'sha avtobusga qarab ketyapmiz. Qarasizlaring, hamma o'quvchilar o'sha tarafga qarab ketyapti. Joy qolmadi. Qanchada keladingiz? 10 minutda. Birinchisi 10 minutda kelish kerak. Endi shuni kutamiz. Hali vaqtimiz bor. Dars 11 da boshlanadi. Qazonda Sevib keldik. qisqasi o'y bo'y. Darsimiz 10 minutdan keyin boshlanadi. Tezroq kelib olishga harakat qilamiz. Hozir bizning darsimiz 2-etaj 209-xonada bo'ladi. Birinchi parat koreys tili darsi. Hozir xonamizni etajiga tushdik, endi xonaga kiramiz bu to'g'ri. Bu bizning xonamiz. Hamda dars boshlanmayapti. Bu bizning xona. Hozir 10:00 da darsimiz boshlanadi. 10:50 da yana qayta ko'rishamiz. Annyeonghaseyo 여러분. Hello. Hali sog' bo'lgan, men darsga ketdim. Sağ qisqasi bolalar, ular dars boshlandi. Soat 10 dan boshlandi ekan. 10:50 da tugaydi. Men ungacha sizlarga universitetda abzor qilishda davom etaman. Kutish davomida sizlarga universitetga ichiga ko'rsatib ko'rishga harakat qilaman. Bu universitetda nimalar bor? Hozir sizlar bilan ko'ramiz. Begona universitetda, begona joyda. Sazmatda Pogon Pokcheguan deyapti. O'sha yerda o'zim yozib qo'ydim. JS. Shunaqa piyonijonlar bor ekan, do'konlar. Kirib ko'ramiz, nimalar bor yegani. Ular kutish davomida Pogon Pokcheguan. Biz bu yerga boramiz. Faqat yozilgan narsa so'zim universiteti deb yozilgan. Vau. Dam oladigan joylar ham qo'ygan. Manzarani ko'ryapsizlarmi akalar? Universitet tog'da joylashgan. O'shaning uchun tog' manzarasi ko'rinib turadi. Pastlardan parkovkalar. Assalomu alaykum. Bunaqa o'zbeklar ko'paygan siz. Kitob sotadigan do'kon. Oshxonasi bo'lsa kerak. JSdan bu narsa olib, aka oshxona joyiga kirib, anaqa qilsa bo'ladigan, narsa yesa bo'ladigan. Qisqasi, uncha katta emas oshxonalar, endi o'qishga mos. JSda nima bo'lsa, bitta ham bor ekan, faqat hozir qarasangiz, narxlari ozgina qimmatroq, nimatta. Monsterlar 3000 da. Bizda 2300 shunaqa narsalar. Sazaki matlarda o'tirib kutsa ham bo'lardi, lekin hozir vaqt o'zi bo'lib qoldi. O'shanga ular xonasi tarafga qarab ketyapman. Borib ular darsdan chiqqandan keyin dars qanaqa bo'lyapti ekan, o'sha yerdagi o'zbek talabalar bilan Grand Plus haqida ekan, o'sha haqida qisqacha ma'lumot olamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirib berasizmi aka? Meni ismim Qurbonov Hasanboy. So'jon THKda 3-kurs talabasiman. Bu universitetda yaxshi va yomon tomonlari haqida gapirib berasizmi? Yaxshi tomoni bo'lsa borki, yomon tarafini men bilganim yo'q. 3 yil mana shu yerda yashab qo'yib, masalan, yaxshi tomoni bir haftada 1 marta yoki bo'lmasa 2 marta o'qish imkoni bor. Bu juda qulay. Yomon tarafi yana takrorlayman, men uchun yo'q. Kontraktlar qanaqa? Bu bir semestrga qancha to'laysiz? Kontraktimiz bir semestriga 2 250 ming.
agar birinchi kelayotgan talabalarimiz uchun 1,550,000 to'langanmiz biz shu paytda. Hozirgi narxini bilmaymiz to'g'ri. O'qish tarafidan ajratiladigan scholarship yoki shunaqa grantlar ham bormi bitta? Bor. Yo'q emas, bor. Menga necha foiz berilgan? 50%, mumkin 30% berilgan. To'pi 2 edi u paytda. Albatta, chet ellik talabalariga bu paytdagi professorlar muomalasi qanaqa? Kelmoqchi bo'lgan yangi talabalarga nima maslahatlar berasiz? Shu haqida ham qisqacha ma'lumot Kelmoqchi bo'lgan talabalarimizga faqat shu topik tomonlama kelishini maslahat qilamiz. Chunki ish tomonlama ham, o'qish tomonlama ham o'zi qiynalmaydi. Ingliz tilida kelishib, masalan, ish tomonlamacha qiyin bo'lib qolishi mumkin bo'ladi. Albatta akalar, qisqasi vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat aka. Sizlarga omad. Akalar, qisqasi Koreyaga kelishdan oldin albatta koreys tilini o'rganib kelinglar. Gap topikda ham emas, mana eshityapsizlar. Koreys tilini o'rgansizlar, o'zlaringga darslar tushunishlaring, keyin Koreya hayotiga moslashib ketishlaring oson bo'ladi akalar. Akalar, hozir ko'rgan bo'lsalaring videoni oldim, intervyu. Qolgan bolalar hammasi darsga kirib ketdi. Hozir kutish davomida qarasalaring, bitta tog'a turibdi. Shu mashinalarni parkovka qilib turadigan universitet xodimi bu ham. Shu xodim tarafdan bir savollar chiqib qoldi, qiziqarli. Hozir borib xodimdan so'rab ko'ramiz, intervyu qilsak bo'ladimi siz bilan deb va universitet haqida va chet elliklar haqida bir so'rab ko'ramiz, ularda qanaqa ularning fikri, chet ellik talabalar Sozon Texakoda o'qish haqida bir so'rab ko'ramiz. 저걸 한 거야. 예를 들자면 요거야 요거. 이거 봐. 캠퍼스 보안관님 해놨지. 네. 이거 학교에 있고 운동장 없어요, 혹시? 우리 학교 주차장이 많이 내려가 보면은 요거 타고 내리 부산 1, 4, 친구 지금 수업 중이에요. 두 번 와요. 2번. 맞아. 한 번. 그러니까 이런 게 있다 이 학교는. 우즈벡 학생들이 돼지고기 들어간 거 안 먹잖아. 안 먹어요. 그러니까 식상이 안 맞지. 네. 그러니까는 우즈벡 저 밑에 할랄 음식 장사하려고 네. 했는데 네. 같은 우즈벡 사람이야. 와. 다른 데서 거의 30% 외국인. 총 몇 명인데 학교가? 잘 모르겠어요. 우리가 10,000명 중에 한 반 정도가 외국인들 국제학생들. 와. 그것도 베트남 학생들 많지. 배도 많아요. 아까 보스 타고 왔을 때도 여기 많이 봤어요. 한국인들은 별로 없고. 이런 것도 지나가는 사람 막 찍잖아. 네. 싫어하는 사람 이거 되게 싫어해. 이거 나중에 찍재. 그거 왜 얼굴 찍어요? 포장 없애야 되는 거야 이거. 원래 그는 장사해야 돼요? 사람들 원래 찍으면 안 되는 거야. 허락 받고 찍어. 네, 알겠습니다. 맞잖아. 이거 해갖고 캡처해서 얼굴 만들어갖고 뭐 그런 거 하잖아. 그래서 요즘 요즘에 뭐라고? AI가 또 요즘 그런 거 하면 막 그렇잖아. 알겠습니다. 근데 그런 게 많아. 내 마음을 충분히 이해해. 우즈벡 학생들한테 하고 싶은 말 있어요. 하고 싶은 말? 네. 우즈벡 그 고국을 떠나서 한국에 와서 네. 공부한다고 참 수고가 많고 네. 어쨌든 특히 음식 먹는 문화 네. 그리고 자는 그 의식주 해결에 대해서 조금 힘들 부분도 있을 거지만 또 다른 그 희망을 갖고 네. 저기 있잖아 우리 학교 세상에 힘이 된다는 뜻으로 네. 항상 건강하고 즐겁고 행복하고 재밌는 학교 생활했으면 좋겠어. 부모님께 자주 연락드리고. 네. 응. 감사합니다. 오케이. 수고하십시오. Sizlar bilan koreys tog'a bo'ldi. Sizlarga rahmat. Akalar, soatlarni ko'rgan bo'lsalaring, 3 minut qoldi ular darsdan chiqishiga. Men sizlarga Sojong universiteti haqida qisqacha ma'lumot berib ketaman. Sojong universiteti Chonmunteakyo 2003-yilda ochilgan. Hozir 10 dan ortiq yo'nalishlari bor ekan. Bu oshpazlikdan tortib biznes yo'nalishigacha hammasi bor. O'zbeklarimiz o'qisa bo'ladi. Agar sizda topik 2 bo'ladigan bo'lsa va uni ortiq til sertifikati bo'ladigan bo'lsa, bemalol shu o'qishga ketsangiz bo'ladi ekan. Bu aslida o'zi 2 yillik o'qish ekan. 2 yildan keyin agar siz yana o'qimoqchi bo'lsangiz, bakalavr diplomini olmoqchi bo'lsangiz, ya'ni 2 yil o'qib, shet o'qisangiz bitirib ketsangiz bo'ladi ekan yoki shu 2 yildan keyin boshqa o'qishga o'qishingizni ko'chirib ketsangiz bo'lar ekan. Boshqa o'sha bakalavr o'qishlarga ko'chirib, u yerda ham, keyin bu yerda ham diplomni olsangiz bo'ladi ekan. Faqat sizdan talab qilinadigan narsa yaxshi o'qish, yaxshi baholar, keyin shu bitirgungacha topik sertifikatini olib berish kerak bo'ladi ekan. Qaysi yo'nalishda o'qisa, masalan, svarkachilikmi yoki qanaqadir qurilish sohasimi,
bitirganingizdan keyin siz o'zingizni sohangiz bo'yicha chakyokching deydi. Shunaqa sertifikat narsalar beradi ekan. Bu sertifikatni olganingizdan keyin Koreyada masalan kema zavodlarida yoki qanaqadir ishlarda qurilish sohasida ishlasangiz bo'laveradi ekan. Shunaqa gaplar akalar. Qisqasi hozir dars menimcha tugadi. 1 minut qoldi. Hozir chiqsa ulardan intervyu olib ko'ramiz. Universitetda o'zimga yoqqan, shaxsan yoqqan narsa har 15 minutda avtobus bor ekan. School post bor ekan. Keyin joylashuvni qaranglar akalar, tog'ning ustida ekan. Tog'ning ustidaligi keyin manzarasi juda yoqdi akalar. Odamlari ham ancha mehribon. Bu universitetda 30 dan ortiq Grand Plus o'quvchilari bor. Mana hozir yana 2 kishini uchratib qoldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qisqasi o'zlaringizni tanishtirib yuborasizlar. Meni ismim Abdulhamid Mirza Abdulla, Namangan viloyati Pop tumanidanman. Sog'jon universitetiga kelishimga asosiy sababchi bo'lgan bu Grand Plus jamoasi bo'ladi. Men tanigan bilganlarga shu konsaltingni tavsiya qilaman. Koreys tilini netishida qanaqa darajada o'rganib kelish kerak? Masalan, hozir bir oy yashab ko'rdingiz, bir hafta, 2 hafta. Bu yerda koreys tilini qanchaga darajada bilish kerak bu yerda Koreyada yashab qolish uchun? Iloji boricha o'qish kerak astoydil. Savob o'qish kerak. Kamerachi ham Grand Plusdan kelishgan. Siz Grand Plusdagilar kelinglar, kelganda ham to'pik yaxshilab olib kelinglar, tilni o'rganib kelinglar. Qalay bu yerda o'qish, o'quvchilar qanaqa periodda payti nimada yaxshilar, boshqalarga qattiq o'qishadi. Qisqasi ro'za payti, boshqa payti bu yerda o'zbek ovqatini sotishadi ekan. Halol do'konlar. Xullas soat mana 11 bo'libdi. Bizni tanaffus vaqtimiz tugadi. Ular darsga kirib ketyapmiz. Mayli, sog' bo'lasizlar. Grand Plus zo'r. Sizlarga omad, sarsamanglar. Iloji boricha qo'ldan kelgancha harakat qildik ko'rsatishga. Odamlari xushmuomala, yaxshi xodimlar ekan. Bolalar ham yomon deyishmayapti. Albatta, lekin koreys tilini o'rganib kelishdi. Biz endi uyga qarab ko'raylik, qilamiz. Shu yergacha o'rgan bo'lsalaring, like bosib qo'yinglar. Shuncha 2 soat bu yoqqa keldik. Keyin Grand Plusdagilar hozirgi kuzgi semestrga anaqalarimiz ochilgan, qabullarimiz ochilgan. Nafaqat til kursi, shu bakalavr, kollejlarga keyin elektron vizalar magistraturalarga ham ochilgan. Albatta sizlar telefon nomerlarini qoldiraman pastda. Telefon qilib bilib ko'ringlar. Albatta qiziqish bo'lgan odam telefon qilib so'rab ko'rsa bo'ladi. Bepul konsultatsiyalar bo'ladi. Shunchaki agar o'zingizda maktab paytida yaxshi natijalarga erishgan bo'lsangiz, yaxshi o'qigan bo'lsangiz, shunchaki til sertifikatlarsiz ham kelsangiz bo'ladi.